Ulug'bek maktabi prezident buva ochib bergan maktabimiz. Assalomu alaykum obunachilar. Batoshdan old so'tingli yangi hovlimiz chiqyapti. Shuni birgalikda obzor qilamiz. Mana oldi taraf fasadi. Ustlari ham, tomlari ham chiroyli qilib yopilgan ekan. Darvozaxonalarimiz ham yangi sifatli darvozalar qo'yilgan. Plus tarafi oldi ham yeri bor. Mana bularni ko'rsatib ketaylik. Oldi tarafda. Yerchasi ham bor ekan. Agarcha qilib daraxtlar ekib qo'ysangiz bo'ladi. Qilamiz. Uyimiz polni plita bilan yopilgan ekan. Montaj ishlari ham olib borilgan. Hammasi. Fundamentlari ham baquvvat ekan. Fundamentni ko'rsating, qanday qo'yilgan fundamentni. Juda baquvvat qo'yilgan ekan. Sismopolisli. Uyni ichidan obzor qilamiz. Bismillah. Birinchi mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz ham kattagina ekan. Katta zal bo'lgan, qisqa, chiroyli bo'lib qolgan. Zallar. Montaj ishlari olib borilgan, svet nimalar o'tkazilgan. Faqat abdelkasi qolibdi. 5 tonali hovuzdan qo'yib ketilgan ekan. Zilon zona. Eng qizig'i aytaman. U tarafdan ham ko'chamiz bor. Xohlasangiz u tarafdan ham uy qurib, ehtirom darvoza qilib qo'ysangiz ham bo'lar ekan. O'rtadan bo'lib ikkita uchastka qilsa ham bo'lar ekan. Narxi ham juda zo'r narxga. Kuzatib boraveringlar. Ikkita xonadonimiz. Qo'llar qilingan, montajlar olib borilgan. Bu tarafda sanuzul qilib qo'yilgan. To'g'ri. To'xtam qilamiz. Hovlimiz Olsuutiga joylashgan. Narxini 700 million so'ratgan joyga 620 million so'ratib qo'ydik. Real nolga real narxga beriladi. Pastdagi nomerga bemalol telefon qilaveringlar, sochilinglar.